Ilm sari tashlangan har bir qadamda ustozning izi bor. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsanam Bisenbayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Ustozni ulug'lagan xalqning kelajagi buyuk. Prezidentimizning qo'llaridan ordenni olarkanman. Kasbdan qadr topgan o'qituvchi. Bu esa har bir o'qituvchidan sabr, toqat, matonat talab etadi. Yerning noqonuniy savdosi. 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoiy qo'zg'atilib, Go'zallik va nafosat bellashuvi. O'zbekiston go'zallik chempionatida faxrli o'rinni olganman. Endi shu va boshqa lavhalarning tafsilotlari bilan tanishing. O'tayotgan haftada mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylar kuni keng nishonlandi. Ustoz bir insoniy emas, butun insoniyatni tarbiyalaydi. Har birimizga ilm-u ziyoni o'rgatib, hayotda o'z o'rnimizni topishimizda va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetishimizda ayni ustozlarimizning o'rni beqiyos. Sohada alohida o'rnak ko'rsatgan o'qituvchilar sana arafasida munosib taqdirlandilar. O'z ishining fidoyisi bo'lganlardan birining faoliyatiga nazar tashlaymiz. Ustoz millat kelajagini tarbiyalovchi, unga bilim berib to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi inson. Bu sharafli kasbning mas'uliyati zalvorli. Gulbahor Mirjalilova 30 yildan buyon Chust tumanidagi 52-umumiy o'rta ta'lim maktabida fizika fanidan saboq beradi. U bugunga qadar 1000 dan ziyod shogirdlar yetishtirib, jamiyatga naf tegadigan malakali kadrlarni tayyorlab kelmoqda. Bizi fan dunyoda tan olingan 5 ta fanlarning ichida eng muhim fan bo'lganligi uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan bu fanimizni yanada chuqurroq bolalarga o'rgatishimiz uchun yangi laboratoriya jihozlari, o'quv qo'llanmalari, darsliklar chiqarildi. Gulbahor Mirjalilova sohada samarali faoliyat yuritgani uchun 2013-yil Xalq ta'limi a'lochisi hamda 2021-yil Mustaqillikning 30 yilligi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. Joriy yil ham Gulbahor opaning mehnatlari munosib e'tirof etilib, Do'stlik ordeni bilan mukofotlandilar. Sinf rahbarlik qilgan sinfim, 11-A sinfim 18 nafar o'quvchim bitirdi. 18 nafar o'quvchimdan 18 tasi ham oliy ta'limga 100% o'qishga kirishdi. Meni shuncha 30 yillik mehnatimning samarasini mana shu bu yil muhtaram prezidentimiz tomonidan e'tirof etildi. Prezidentimizning qo'llaridan ordenni olarkanman. Buni zamirida yanada mas'uliyat bor ekanligini his qildim. Shamol mexanik energiyasini elektr energiyaga aylantiramiz. Ustoz ilm yo'lida sham kabi yonib, shogirdlariga nur taratuvchi, hayot maktabidan ta'lim beruvchi shaxsdir. U o'z bilimi, tajribasi va dono maslahatlari bilan yosh avlodni tarbiyalab, jamiyatga naf tegadigan inson bo'lib kamol topishiga katta hissa qo'shadi. Oramizda Gulbahor Mirjalilova kabi kasbida qadr va e'zoz topgan fidoyi muallimlarimiz bor ekan, mamlakatimiz kundan kunga rivojlanib, ilm mayog'i yo'llarimizni hamisha nurafshon etadi. Yoshlarni mustaqil hayotga yo'naltirib, ularga bilim, odob, axloq tarbiya beradiganlar bu ustozlardir. Oramizda shunday oilalar borki, ular o'qituvchilik kasbini avloddan avlodga meros qilib keladilar. Ayni shu sohada o'z hayot mazmunini ko'radilar. Navbatdagi lavhamiz ana shunday oila vakillaridan biri haqida. Bir insonning savodini chiqarmoq, unga harf tanitib, ilm o'rgatmoq mashaqqati igna bilan quduq qazgan kabidir. 34 yillik umrini pedagogikaga bag'ishlab, minglab bolajonlarga ziyo ulashayotgan Dilfuzaxon Isayeva ham jamiyat oydinlaridan biri. U Namangan shahridagi 5-umumta'lim maktabida uzoq yillardan buyon o'qituvchilik kasbini ulug'lab kelmoqda. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Jajji bolajonlarga o'zimdagi bor bilimimni bergim keladi. Chunki bolajonlar bilan ishlash maroqli. Bu kasb tanlashdan sabab onajonim o'zim o'qigan 24-maktabda muallim bo'lib ishlaganlar. Shu onajonimni dars o'tayotgan jarayonlarni kuzatib borib, o'qituvchilik kasbiga mehr uyg'ongan. Dilfuza opaning onasi Tursunxon Abduqodirova ham Namangan shahridagi 24-maktabda ona tili va adabiyot fanidan 40 yil davomida dars berib kelgan. Uning opa-singillari, qizlari ham ajdodlar izidan borib, o'qituvchilik kasbiga mehr qo'yganlar va sulola an'analarini sharaf bilan davom ettirmoqdalar.
Mening birinchi ustozim onajonim bo'ladilar. Birinchi marotaba maktabga chiqqanimda qo'llarimdan tutib yozishni, o'qishni o'rgatgan ham onajonim bo'ladilar. Men bu o'qituvchilik kasbini tanlashimga sabab onajonim, xolalarim, buvijonim, qolaversa turmush o'rtog'im, qaynona oyijonim ham o'qituvchilar. Men ham onajonim izlaridan borib 5-maktabda boshlang'ich sinfida 5 yildan buyon faoliyat olib bormoqdaman. Har bir dars jarayoniga maxsus yondashuv, jajji o'quvchilar bilan individual ishlashdek murakkab, biroq o'ta xayrli ishni amalga oshirib kelayotgan qahramonimizning hayot tarzi ham shu kasb bilan chambarchas bog'liq. Murg'ak ko'ngillarga ilm urug'ini qadamoq va uni sabr hamda matonat bilan parvarish etmoqlik kishidan yuksak iroda talab etadi. Bitta bolaga harf o'rgatish uchun ustozdan kunlab, haftalab, kerak bo'lsa oylab vaqt ketadi. Bu esa har bir o'qituvchidan sabr, toqat, matonat talab etadi. Bir so'z bilan aytganda, muallim, ustoz millatning mayog'i, jamiyatni tarbiyalovchi sharafli kasb egalaridir. Men bu kasbni tanlagandan faxrlanaman. Ta'lim millatning, jamiyatning, davlatning jon tomiri, kelajak poydevoridir. Oramizda mamlakat istiqboliga daxldor, ulug' javobgarlik hissini chin yurakdan anglagan Dilfuzaxon Isayeva kabi ziyolilarimiz bor ekan, ertangi kunga bo'lgan ishonch yanada ortadi. Yorug' maqsadlar dillarga umid baxsh etadi. Yurtimizda yer va undagi tabiiy resurslardan foydalanish masalasi doim davlat nazorati ostida bo'lib kelgan. Shunga qaramay ayrim fuqarolar qonun talablarini chetlab o'tishga urinayotgani ham kuzatilmoqda. Chust tumanida sodir bo'lgan yana bir holat bunga yaqqol misoldir. So'nggi paytlarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan korrupsiyaga oid jinoyatlarni fosh etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa ayni mavzu kun tartibidagi dolzarb muammolardan biri ekanligiga dalolatdir. Namangan tumanida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Unda Chust tumanining Rezaksoy mahallasida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan shaxs otasi nomida bo'lgan baliqchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligi yer maydonining 1.2 gektar qismini 360 million so'mga sotishni va tanishlari orqali bog'dorchilik yo'nalishidagi yer maydoniga almashtirib berishni va'da qilgani bildirilgan. Yerni sotuvchi shaxs bu noqonuniy harakatlari uchun avvaldan 200 million so'm talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi hamda Ichki ishlar boshqarmasi tezkor guruhi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir davomida qonunbuzar so'ralgan pullarni arizachidan olayotgan vaqtida ushlandi. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu jinoiy holat yer masalalari va resurslarini taqsimlash jarayonida korrupsiyaviy urinishlar hanuz davom etayotganining yaqqol isbotidir. Yerdan foydalanish va maqsadli taqsimlanishi davlat siyosatida ustuvor o'rin tutadi. Bu borada shaffoflik va qonuniylik asosiy talab sanaladi. Yerdan foydalanishda noqonuniy yo'l bilan manfaat topishga uringan har qanday shaxs qonun oldida javob berishi aniq. Mamlakatimizda yoshlar bandligini ta'minlash, ularni kasbga o'qitish, hunarga o'rgatish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Namangan shahrida bo'lib o'tgan tanlovda vodiylik yosh sartaroshlarning malakasi yana bir bor sinovdan o'tkazilib, zaruriy bilim va ko'nikmalar berildi. Uychilik Hilola To'xtaboyeva endigina 16 yoshni qarshilaydi. Bolalikdan ayollar soch turmagi dizaynini yaratishga ishtiyoqi sababli u hozirda ayni sohada malakasini oshirib bormoqda. Yosh bo'lishiga qaramay respublika darajadagi musobaqalarda nufuzli o'rinlarga munosib ko'rilgan. Bu sohada 2 yildan beri faoliyat yuritaman. Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston go'zallik chempionatida faxrli o'rinni olganman. Bugungi viloyatlar aro konkursda o'zimni yana bir bor sinamoqchiman va albatta ishonaman birinchi o'rinni olaman. Namangan shahrida joylashgan kasbiy ko'nikmalar markazida kasbim faxrim shiori ostida tanlov o'tkazildi. Ildizini yaxshilab ushlab berish uchun nachot shart. 55 yildan beri shu sartaroshlik sohasida ishlab kelaman. Bunday o'sish sartaroshlik sohasida hech qachon bo'lmagan. Koreya universitetida sartaroshlik, kosmetologiya, pardozchilik, tirnoq bo'yicha bir 5 ta yo'nalish bo'yicha fakultet ochildi. Bundan 30-40 yillar ishlaganimizda oddiy sartaroshxonada, kichkinagina joyda, sharoitlari yo'q,
joylarda edi. Hozir mana chiroyli mana shunday markazlarda yoshlarni o'qitiladi. Erkaklar va ayollarning 30 dan ziyod sartaroshlari jam bo'lgan tanlov qizg'in va murosasiz kechdi. Qolaversa, shu sohaning xalqaro toifadagi mutaxassislari ishtirokida mahorat darslari ham o'tkazildi. Hozirgi sartaroshlarga, yoshlarga aytamiz, o'singlar, qatnashinglar. Mana Fransiyada jahon chempionati bo'ladi yaqinda. Antaliyaga ketayapmiz. Rossiyada har yili bo'ladi. Yana bir oydan keyin Almatada Osiyo chempionati bo'ladi. Men shularga yoshlarni tayyorlab viloyatlarda mana bugun Namanganga kelib, Andijon, Farg'ona, Namanganning stilist sartaroshlarni, yoshlarni yig'ib tushuntiryapmiz. Musobaqa davomida qatnashchilar zamonaviy kelin soch turmaklari va makiyaji hamda zamonaviy erkaklar soch turmagi yo'nalishlarida o'zaro bellashdilar. Tadbir so'ngida ishtirokchilar munosib taqdirlandilar. Grand Prix oliy sovrini hamda birinchi o'rinni egallagan yosh sartaroshlarga joriy yilning 22-noyabrda bo'lib o'tadigan Xalqaro O'zbekiston go'zallik chempionatiga yo'llanmalar taqdim etildi. Bu kabi tanlovlar Hilola To'xtaboyeva kabi yoshlarning iqtidori va salohiyatini yuzaga chiqarib, kelgusida tanlagan hunarining yetuk mutaxassisi bo'lib, kamol topishiga zamin yaratadi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda sport katta ahamiyatga ega. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida ham yoshlarni ma'nan va jismonan sog' bo'lishlari bosh maqsad qilib olingan. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi tematik parkida tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi festivali 500 ga yaqin yoshlarni bir manzilda jamladi. Shaxmat, shashka kurash, armrestling kabi yo'nalishlarda musobaqalar tashkil etilib, yoshlarning jismoniy va aqliy imkoniyatlari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Shaxmatdan yoshligimda bobom bilan meni qiziqqanlar, akam bilan o'ynaganda meni ashuna shaxmatga qiziqqanlar. 5 tashabbusda 2-marta qatnashdim. 1-marta menda omadim kelmagan. Endi bu yilda 1-o'ringa qo'lga kiritdim. Respublika musobaqasida munosib ishtirok etib, 1-o'rinni qo'lga kiritaman. Abdulaziz Musojonov 10 yoshidan beri kurash sportining dzyudo yo'nalishida muntazam shug'ullanib keladi. Shu kungacha mahalliy va xorijiy musobaqalar sovrindori bo'lgan. 5 tashabbus olimpiadasi bellashuvlari esa uning bor imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kurashning dzyudo bo'yicha 7 yildan beri shug'ullanaman. Shu kungacha Osiyo kubogi ishtirokchisi bo'lganman. Respublika chempionatlarida faxrli o'rinlarni olganman. 5 tashabbus shahar bosqichida 1-o'rinni olganman shahar bo'yicha. Bugungi tashabbuslarda ham 1-o'rinlarni olish niyatim bor. Kishidan zukkolik, tahliliy fikrlash hamda tezkorlik talab etiladigan zakot musobaqalari ham qizg'in va murosasiz kechdi. Yakunda g'oliblik Chust tumanining Do'zanda mahallasi yoshlariga nasib etdi. Festival yakunida g'olib va sovrindorlar taqdirlanib, ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. O'zingizni asrang. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.